Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz podpисchiklari. Bugun Boran zapravkadan 200 kvadrat hovli joyimiz chiqadi. Shuni do'stlar sizlarga ko'rsatib beramiz. Challar bilan tanishtirib. Stupenkalar ham inang tayyor bo'lib, burchetkalardan urilib turibdi. Stupenkalar zinalar ham. Elda ham inang kolbusda tushgan. Yana yomg'ir yog'gandan keyin, bunda yana yomg'ir yog'gandan keyin suv ketadigan onlar ham uzatilib turibdi. Garajini ko'rsatsak do'stlar, garaj ham 3,5-12 metr tushgan garajam. Registrlar ham qo'yilib, tayyorlanib turibdi. Do'stlar, bu tarafında yine shunchalik haddi bor. Yana Novat sport salatasidanmi, skalatmi, Novat senzaram tayyor bo'lib turibdi joyimiz do'stlar. Bog' tarafına chiqsak, bog' taraf ham shuning görünüşte yine steskeler vurulup tayyor bo'lib turibdi. Fasadlari şimdiden görünüşte. 3 etaj hovli joyimiz. Garajı bilan hisoblanganda shu görünüşte yine bu tarafı. Endi do'stlar, ichini ko'rsatib beramiz. Lisensalarımız burchetka bilan kafel aralashtirib zadalangan shuni chiroyli. Giravesh eshik qismimiz demir eshiklardan qo'yilgan, apshipka bo'lgan. Xonalarimizga kirganimizdan chap tarafimizda shuning rakovina mestosi. Akkuratniy deb bezatganlar. Xonalarimizga kiraverganlar shu prixожий qismi bor. O'ng tarafimizda avtomatlar qo'yilgan, har bir xonaga televizor qo'yilgan, mesosi shunday bir dizayn bilan chiroyli bezatilgan. Eshiklarimiz ham yorma eshiklardan qo'yilgan shunday. Chiroyli eshiklardan. Zolimizga kirsak, bu zol qismi bu. Akvaplastik aynalar qo'yilgan. Padagonliklar ham yashab chiroyli bezatilgan. Bu xonadonimiz to'pli pol, birinchi etaj. Polning usti ham beri. Patologlar yuzini chiroyli deb gipsakordondan figura berib bezatilgan. Pastda birinchi etajdagi spalnyamiz bu. Spalnyamiz ham shunday görünüşte do'stlar. Spalnyamizdan chiqsak, bu tarafı kuxnyasi. Kuxnyasi ham fartiklar urilib tayyor bo'lib turibdi. Gaz toshkasi, suv, hamma toshkasi kelib turibdi shöyle. Bu hovli joyimizning birinchi, ikkinchi etajdan sanuzeli bor. Sanuzel ham shunday görünüşte do'stlar. Tayyor holatda akvaplastik aynalar qo'yilgan, arisollar qo'yilgan. Bu yerda yana garderobni aytib bersangizlar ham bo'ladi bu yerda. Ikkinchi etajga chiqamiz. Lestnitsamiz quyma, üstüne laminatdan apshipka qilingan. İkinci etajdan çıksak do'stlar, shundan yana bir sanuzelimiz bu ikkinchi etajda. Da patolka kafel etilgan. Ajoyib bezatilgan. Bu yerda pastdagi holumizning usti hol bu. Bu tarafı balkoni. En şunun görünüşte. İkinci etajımız. Lesinsalan çıkıp geleverişte on tarafınızda spalnin üstü spalni bir patologlar yaşap zatilib
Birinchi, ikkinchi etaj to'pli pol kollektorlarini. Hamma to'pli pol. Birinchi, ikkinchi etaj. Bu tarafimizda ikkinchi spalnimiz bu. Görünüşten patologları. Zalımızın üstü zal. Patologlarım işe düzeltilген. Zalımızın üstü zal dostlar. Şunun görünüşte. Bu xanadanımızın puluna gelsek, pulunu $90.000 dep tuttu. Gelişlerden yeri var. Gelsenize dostlar, gelişip gepleşip alaverasizlar. Ekranlarda nömerlerimizi koyamız. Şu nömerlere müracaat etseniz de gelip EYS bilen görüştürüp gepleştirip beremiz. Kimde kim uy joyini satmakçı olsa yoki satıp almakçı olsa ekranlarda nömerlerimizni kaldıramiz. Şu nömerlere müracaat etseniz de shunday chiroyli, sifatli, yaxshi solingan hovli joylarni olishingizda yoki sotishingizda yordam etamiz do'stlar. YouTube kanallarımızda iki kanalımız var. YouTube kanalımızda, Instagram'da iki kanalımız var. Nömerlere telefon etseniz de dostlar, shunday chiroyli joylarni sizlere alışlarınız yoki satışlarınıza yardım etamiz. Keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz do'stlar. Like, podpiskani yoddan chiqarmanglar. Like, podpiska etib borsanizlar, sizlarga shunday sifatli yaxshi joylarni ko'rsatib boraveramiz. Esa keyingi roliklarda görüşguncha deymiz do'stlar. Xayr, sog' salomat bo'ling.